Qani kuzatib borishlarimiz. Bu akam meni bugun Toqqa degan choyxonaga olib keldilar. Mana katta restoranga o'xshagan joy ekan. Tarjimasi do'ppi. Ya choy ekan bular ham. O, kaptarlar bilan qo'yib qo'yishgan, qushlar bilan. Hamma qushdan bor ekan. Gap yo'q. Yo'q, yo'q. Oliva degan joylarini qarang bularni. Ajoyib. Milliy uslubda qurilgan mana. Akalar kelsanglar albatta shunaqa yurib ko'ringlar. Tepalarni ham qo'ygan. Gap yo'q, gap yo'q. Juda mehr berishib tilaygan. Biz juda sandallari ajoyib issiqmi. Bu sandalli choyxonasi ham bor-a? Sandallar bilan gap yo'q. Mana milliylik. Oo. Ko'cha yaxshi. Bo'laveradi. Ya gap yo'q. Inkas bloger, O'zbekiston, mehmon. Kelaverasizlar mana akam. Addishi mehmon qiladilar mana. Sandali bu. Ha. Qishda kelsangiz, Olov qo'yiladi yoqqa. ha, issiqqina ajoyib bo'ldi. Gap yo'q. Mehr berishdi lekin. Ayamasdan. Gap yo'q. Mana kelsanglar, albatta mana Dushanbeda inshaalloh mana shunaqangi joylarda o'tirib mehmon bo'lib ketasizlar, xudo xolasa. Juda katta ekanda bu, nimayli ham. Eshigini o'zi bitta temaman. Eshigini o'zi. Gap yo'q lekin. Mana 2 band yozib qo'yibdilar ana. Inkas mehmon. Xuddi O'zbekiston. Gap Bloger, syomka mekna, reklama mekna, to'qcha. Gap yo'q lekin mana. Nasib mehr berishdi ular bizga. Javara dedingizmi? Javara. Mana javara degan ovqatdan olib kelishdi. Xudo xolasa akam mehmon bo'lasiz deb. Qani aka oling, yoqimli tag'az sizga. Oldik buni. Yeb ko'ramiz endi Tojikistonning milliy taomlaridan inshaalloh.